Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilisi Jaloliddinov O'zbek kanali. Bugungi videoda biz Visual OneDeck'ni ideal holatda kuchaytirishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni tepadan 4 ta 100 hamda tackling darajasini ham 100 qilishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p. Jigarlar, ko'rib turganingizdek Visual OneDeck zaxirada qo'yib uni kuchaytiramiz. Undan oldin sizlarga bir ma'lumotni aytib o'taman. Hozir mana bu yashil kartali o'yinchilar keldi Dilisiga, ya'ni 32 kun turadi bu yashil kartali o'yinchilar, ya'ni 8-dekabrgacha turadi bu o'yinchilar. Xo'p, bizda hozircha 700 tadan oshiqroq olmos va bitta agent bor ekan. Mana shu video oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Bitta agentimizni ochib ko'raman. Mayli, olmosimizga ham bitta agent, ikkita agent ochamiz shu video oxirida. Ungacha hop, mana bu yerda like bosilib ketdi. Birdaniga ikkisini bosamiz va mana ko'rib turganingizdek bu yerda bizga Dembele, Mbappe, keyin kim tushsa ham yaxshi, nima bo'lsa ham Vitinha hamda Yamal tushmasa bo'ldi. Pedri ham, chunki ular qachondir baribir ancha yaxshi o'yinchilar, qachondir baribir shu darajalarga erishadi. Hop, Van Dijkni kuchaytirishni boshlab olamiz. Misol uchun bu o'yinchilarni olishga sizga yordam tegadigan joyi bor, ya'ni Dilis 26 da tanga olmos yig'ish xizmati menda mavjud. Ya'ni Telegram kanalimga o'tib qo'ysangiz, bemalol Telegram kanalimda narxlari, barcha tariflar, xizmatlar, sezon paslar orqali bu agentlarni olishingiz mumkin. Olmoslar yig'ib, shu uchun albatta Telegram kanalimga o'tib menga yozsangiz, shu o'yinchilarni olishda albatta sizlarga yordam berib o'taman. Bemalol arzon narxlarda tanga yig'ish xizmatlari ham albatta qaysidir vaqti, misol uchun ko'proq pulli xizmatga 300 ming 400 minglik xizmatga beradigan bo'lsangiz, akkauntingizni ko'proq vaqt qoladigan bo'lsa, ya'ni bu yashil o'yinchilardan keyin ham tanga yig'ish davom etadigan bo'lsa, o'zim qaysidir vaqti kirishingiz mumkin deb vyetnamlik bilan kelishib, sizlarga kirish uchun imkoniyat berib, o'sha so'nggi kunlarda shu yashil kartali o'yinchilarni olib qolishingizga yordam beraman jigarlar. Baribir qo'ldan kelgancha va Van Dijkni kuchaytirishga o'tib olamiz endi. Hop, Van Dijkda bitta 99 va ikkita 90 chiqarib oldik. Hop, break horse tushmoqda bizga. Boya ham tezlikka tushganda break horse bergandi va birinchi 100 ni chiqarib oldik. Hop, staminasi 92, tezlik 93 bo'ldi mana va tezlanishi 72. Virgil van Dijk bilasiz, hozirda Liverpoolda ancha ishonchli o'yinlar ko'rsata olgani yo'q, to'g'rirog'i, chunki Liverpool ancha pasaygan o'tgan mavsumlardagidan va yana Van Dijk 84 yoki 83 darajagacha tushib ketishi mumkin. Ko'plab Dilischilarning albatta tarkibida bor, uni olib qo'ying deya olmayman, chunki Dilisdagi eng zo'r markaziy himoyachi. Yana bir ko'pchilik bitta savol beradigan odamlar, ko'pchilik ovozingiz nega bunaqa, hech ovozingiz xunuk deydiganlar uchun, hayotda ovozim yaxshi, lekin shu telefonda qandaydir ovozim boshqacha bo'lib qoladi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha chidab turasizlar jigarlar. Qachondir iPhone olib, biz ham ovozlarni to'g'rilab, telefonni yaxshilab olamiz jigarlar va Van Dijkdan 200 chiqarib oldik. Hop. Ketma-ket kuchaytirgichlar, tezlik 99 adashmasam, 99 ga 79 va 100 bo'ldi tezlik. Va endi bizga mana bitta bosamiz 80 qilib olamiz tezlanishni. 20 ta fitness kuchaytirish bersak 400 chiqadi. Endi texnikalardan biroz bosib olamiz. Hop, zarbasiga tushmoqda birinchisida. Ikkinchisi taklingga yaxshi bizga. Uchinchisida pasiga. To'rtinchisi kontrol. Beshinchisi yana pasga. Va 6-chi kuchaytirgichimiz texnikaga va yana taklingga tushmoqda. Endi fitnessdan biroz kuchaytirib olamiz. Tezlanish 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89 va mana 90 qilib oldik tezlanishni. Hop, fitnessdan tepadan 400 chiqaramiz tezroq. 92 93 94 bo'lmoqda. 95 96 97 bo'lmoqda. 98 99 va so'nggisi 100. Tepadan 400 chiqardik. Takling 96 hali va ondakda hali 93 holatda, ya'ni 2 daraja ko'tariladi hali. Zarbaga tushmoqda birinchisi va birdaniga 94 bo'ldi. Hop, taklingga tushdi 97 takling. 3 talik kuchaytirgich bossa bo'ladi Vanda 2 ga, lekin yana bir ikkita bittalik kuchaytirishlar bosib ko'ramiz Virgilga. Vanda zaxirada turibdi ekan, kapitan qilib bo'lmaydi. Mbappeni kapitan qilib qo'yamiz va yana kuchaytirgichlar pasiga. Va taklingga tushmoqda 98 takling va yana bittalik kuchaytirishlardan bosib ko'ramiz. 85 pas. 60 bo'ldi zarbasi. Endi Vanda 2 ikkitalik kuchaytirish bosib ko'ramizmi? Hop, Kylian Mbappe yana kapitan qilib olamiz. Ko'proq bosilib ketyapti shunday holatlarda va yana zarbasiga tushdi. Menimcha endi ikkitalik kuchaytirishdan bosib ko'ramiz. Hop. Let's go va taklingga tushdi. Omadimiz keldi. Vandek full holatiga ham yetmadi. Takling 100, zarbasi 63, pas 85, kontrol 80. Ideal. Va pasiga tushdi va pas 86 bo'lmadi. 80-85. O'ta ideal kuchaydi Virgil van Dijk. Van Dijkni full qilganim sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying do'stlar. Endi agentlar ochishga o'tib olamiz. Xo'p, jigarlamani agentlar ko'rib turganingizdek, menda bitta agent bor va uni bosamiz. Xo'p, birinchi agent bizda Braziliya bayrog'i chiqib kelmoqda va bu 3-raqam Gabriel bo'lishi mumkin, lekin patkat Militao ekan. Betidan tanib qoldim. Militao 81 daraja. Xo'p, endi bizda ko'rib turganingizdek, mana 9.8% ga ko'tarildi. 9.7% ko'tarildi, 9.6% edi. Mana shunday sariq o'yinchilardan qancha ko'p bo'lsa, o'shancha ko'tarilib boraverar ekan va yana bitta 370 bitta olmosga bosib yuboramiz bu safar. Bu adashmasam Niderlandiya bayrog'i. Niderlandiya bayrog'i va 12-raqamda Timber. Jigarlar ikkita agent ochdik, ikkalasidan ham yaxshi o'yinchi chiqmadi. Hammaga omad.